Biz oldin shunday edik. Raqobatbardosh menimcha. 그냥 뭔가 Men maqsadlarimizga erishishga shoshayotgandek his qilyapman. 감정이며 Bu 건강이며 jismoniy va hissiy salomatligimizga unchalik ahamiyat bermasdik. 향해 간 느낌인데 Lekin endi biz biroz dam olishimiz mumkin, ayniqsa barchamiz katta bo'lganimiz uchun. 또 여유도 생겼고요. Bangtan TV tomonidan Telegram va YouTube kanallari uchun ovozlashtirildi. Suga Rolling Stone muqovasiga yana bir bor xush kelibsiz. Siz qaytdingiz, men qaytib keldim. Avgust roli bilan trilogiya yakunlanmoqda. Did it give you a sense of Bir narsa tugab qolgandek va yana keyingi bosqichga o'tishga tayyor ekanligingizni his qildingizmi? Ha, shundan keyin darhol harbiy xizmatga ketdim. 사실 Shuning uchun trilogiyani tugatgandan so'ng o'zimni ancha xotirjam his qildim. 기분이었고 Men Avgust davrini tugagandek his qilgandim. 그러니까 마무리가 됐었죠. 네. Menimcha Avgust sifatida ishim qorong'u his-tuyg'ularni quvib chiqarishga o'xshaydi. Menimcha bu Suga va BTS sifatida yashashga imkon beradi. Ha, o'sha so'nggi albomdan keyin tanamda hech qanday salbiy his-tuyg'ular qolmadi. 좀 남아 있지 않더라고요, 몸에. Siz ichingizda doim g'azabga o'xshash narsa borligini aytdingiz. Bu qayerdan keladi? Yoshligimda menimcha menda biroz o'zimda past his qilish kompleksi bor edi. Albatta, umuman jamiyatga nisbatan biroz norozilik bor edi. 가는 이제 뭐 불만들도 당연히 있었을 거고. Menimcha bu narsalarning qandaydir kombinatsiyasi edi. BTSning qiziqish va muvaffaqiyatning sirlaridan biri bu. I think one of the secret reasons that you're so successful Menimcha gap shundaki, ular oddiy idol guruhga o'xshamasligi deb o'ylayman. Xuddi RM kabi siz ham oddiy idol obraziga to'g'ri kelmaysiz. Bilasizmi, sizning fikrlash tarzingiz va rasm sifatidagi mo'ylingiz oddiy guruhga juda mos kelmaydi. necessarily a natural fit for you to be in an idol group. Men Seulga kelishdan oldin Daego'da musiqa bilan shug'ullanardim. 그래서 음악하고 할 때는 좀 Va o'sha paytda men idol guruhlarini unchalik tushunmasdim ham. 하는 이제 친구들을 사실 좀 약간 잘 이해를 못했던 것 같아요. Lekin men keyinlardan biriga qo'shilganimdan so'ng men bu juda ko'p ish ekanligini bilib oldim. Idol juda band bo'ladi va bu umuman oson emas. 아는 일구나라는 걸 하고 좀 느꼈고 Endi bunga ko'nikib qolganimdan keyin menimcha men aslida bu ishga juda mosman. 네. Siz ushbu albom sifatida ishlay boshlaganingizda siz klipni ishlab chiqarish ishtirok etasiz va musiqa haqida ko'p o'ylaysiz. Bilasizmi? Haqiqiy natija dastlab xayolingizda tasavvur qilgan albomingizdan qanday farq qildi? Of this album and how did it compare to what has come out? Bizning eng katta ustuvor vazifamiz yangi turdagi tovushni yaratish edi. 일단 뭐 기존에 보지 못했던 그런 Siz bizdan ilgari eshitmagan narsa, 그러니까 juda g'aroyib bo'lishi kerak. 있고요. Va menimcha bu shunchaki yaxshi tayyorlangan pop albom. 잘 만든 Shuning 팝 uchun 앨범인 biz juda 것 mamnunmiz. 같아가지고 저희도 되게 만족하고 있고 Shunchaki qo'shiq yozish va barcha qayta yozish va tahlillarni ko'rib chiqish oson bo'lmadi, lekin bu juda qiziqarli ham bo'ldi. Shuning uchun biz yaxshi natijalarga erishdik deb o'ylayman. Siz qo'shiq tanlash jarayonida janjal bo'lganini aytib o'tdingiz. Oxir-oqibat tanlovga kirmagan qo'shiq ilgari surganmisiz? Xo'sh, menimcha muvozanat eng muhim narsa. 거가 가장 중요하다고 생각을 해가지고 막 Shuning uchun men aniq bir trek yoki shunga o'xshash narsani talab qilmadim. Men ko'proq vaqtimni turli fikrlarni tinglashga va ularni o'rtada vositachilik qilishga sarfladim. Qanday bo'lmasin, hammasi juda yaxshi yakunlandi. Mening sevimli treklarimning aksariyati ham, hatto boshida yoqtirmaganlarimga ham qayta tinglagandan keyin yoqtirib qoldim. 이해 영역으로 들어가면서 Menimcha Into the Sun juda o'zgacha qo'shiq. Ushbu qo'shiqni yaratish jarayonida esda qolarli narsa bormi? Demak, bu trek. Men uni studiyada tingladim. 스튜디오에서 듣고 이제 Keyin reportaj ustida ishlashga majbur bo'ldim. Oxir-oqibat men uni biz turgan uyning ayvoniga yozib qo'ydim. 에서 썼는데 Ushbu albomdan oldin men hech qachon tashqarida qo'shiq ustida ishlashni tasavvur qilmaganman. 곡 작업을 한다던가 실외에서 곡 작업한다는 걸 상상도 못했었는데 Lekin bu safar men ochiq havoda, plyajda ishladim. 바닷가에서 작업하고 이게 어쨌든 Uskunlar va juda soddalashtirildi va sizga faqat daftar va ruchka kerak.
펜이랑 노트만 있으면 되는 거다 보니까 Shunday qilib men o'sha ayvonda o'tirib juda tez ishlaganimni eslayman. 2022-yilda tanaffus qilinadi deyilganda First said you were going to take a break. aytadigan gaplaringiz tugab borayotganini his qilayotganingizni aytgandingiz. Bu tuyg'uni qanday yengib o'tdingiz? Shunday qilib, shundan keyin men nikah albomini chiqardim va uning ustida ishlash juda qiyin bo'ldi. Lekin hozir buni qanday aytaman? Hozirda men bu haqda kamroq stress qilishga e'tibor qaratmoqdaman. 생각을 해가지고 Men doim aytadigan gaplarimni topaman, keyin esa ular yana tugab qoladi. 하는데 뭐 Hozir telefonimdagi eslatmalar ilovasiga qarasam, 핸드폰 메모장을 좀 ko'pgina eski eslatmalar yana yangi ma'noga ega bo'lganini ko'rdim. 새롭게 와닿았던 Shuning uchun men ushbu albom ustida ishlayotganimda ulardan ba'zilarini ham efirga uzatdim. Lekin aytadigan gaplarimni topish va tugatishni abadiy istiqla mavjud. Diplo bu albomda juda muhim rol o'ynaydi. U xuddi shu prodyuser nuqtai nazaridan kuzatish. Curious what you observed and Sizningcha uning qaysi jihatlari uni ushbu albom ovozini boshqarishga moslashtirildi? Xo'sh, u allaqachon K-pop san'atkorlari bilan ko'p ishlagan. 많이 해보기도 했고 그래서 이런 Shuning uchun u ish jarayoni va sharoitlarni yaxshi tushungan edi. 환경의 좀 이해도가 확실히 좀 높은 편이긴 하더라고 이런 제작까지 그래서 Va u juda sermahsul prodyuser ham. 프로듀서기도 하고 그래서 Biz shunchaki ajoyib qo'shiqlar yozishdan tashqari boshqa odamga muhtoj bo'lgan paytimizda albomning oqimi va tuzilishini chinakamiga tushuna olardik. 전부 다 이해할 수 있는 프로듀서가 사실 좀 필요한 시점이었는데 Diplo bu borada juda yaxshi ish qildi. Hip hopni juda jiddiy o'rgangan inson sifatida agar siz barcha davrlarning eng buyuk boshlovchilarini nomlasangiz, ular kimlar bo'lardi? Avvalo rejissor so'zi. Men hozirgina do'stlarim bilan endi MKda unchalik ko'p foydalanmasligimiz haqida gaplashayotgan edim, lekin baribir tanlash qiyin. 되게 어렵네요. Men Eminemni tinglab ulg'ayganman. Shuning uchun Eminem, keyin Kendrick Lamar, Amerika hip hopini hozirgi holati qanday? there have been a lot Bu of biroz turg'unlik haqida gap so'zlar bor va boshqa turli fikrlar ham bor. Menimcha Suganing o'ziga xos nuqtai nazari bor. Siz nima deb o'ylaysiz? Men vafot etgan iste'dodli yangi boshlovchilar uchun juda qayg'uraman. 가까운 것 같아요. 지금 현재에서 봤을 때. Masalan, Juice WRLD. 근데 뭐 Lekin musiqa har doim trendlarga asoslanib, sikllarga ega. Hozirda ishlar turg'un ko'rinishi mumkin. 같지만 또 어느 순간 또 되면 Lekin siz sezmasdan oldin hip hop yana chartlarda ko'tariladi. 계속 올라갈 거고. Men o'tish davrida bo'lgandek his qilyapman. 것 같아요. 그냥 Hip hop hozirda biroz qotib qolgani rost. 침체돼 있는 거는 뭐 사실이긴 하지만 뭐 Lekin u albatta qaytib keladi. Men bu haqda J-Hopga ham aytdim. O'tesing dastlabki 10 yili cho'qqiga chiqish yo'li bo'ldi, shunday emasmi? about decline. Chinakamiga tengsiz super yulduzlik sari. It was very unique. Xo'sh, endi biz yana birlashganingizdan so'ng keyingi qadam nima? Now that you're back together, what is the BTS next phase? What 2.0 siz uchun nimani anglatadi? Suga va hozirgi maqsadlaringiz qanday? Biz o'zimizdan zavq olishimiz kerak. Ilgari biz ham shunday edik. Raqobatdosh menimcha. 하잖아 이거를 그냥 뭔가 Men maqsadlarimizga erishishga shoshayotgandek his qilyapman. 감정이며 Bu jismoniy va hissiy salomatligimizga unchalik ahamiyat bermasdik. 향해 간 느낌이 Lekin endi biz biroz dam olishimiz mumkin, ayniqsa barchamiz katta bo'lganimiz uchun. 생겼고 그래서 Shunday qilib, menimcha endi biz bundan ko'proq zavq olishimiz mumkin. 이제는 해도 되지 않을까. 네, 그런 생각. Aryan va boshqalarning avval aytganlariga qaraganda in the past that davom etish tanlov bo'lganligi aniq edi. I mean, it was always pretty clear, that we probably would go on. Biroq bu darajaga yetganimizdan so'ng har birimiz o'z yo'limizdan ketishimiz mumkin edi, dedi. Go do other things. We've had our whole lives in this. Bu tanlov sizning boshingizdan qanday qilinganligini aytib bera olasizmi? Men birga qaytish uchun ongli ravishda qilingan tanlov haqida gapiryapman. To come back together and continue. Bilmayman. 일단 뭐 개인 Har bir insonning shaxsiy fikrlari va istaklarini bilishning iloji yo'q. 알 수는 없지만 Lekin o'sha paytda guruhda ishlay olganimiz uchun barchamiz yakka holda bordik. 개인 활동을 했던 거고. Shunday qilib harbiy xizmatga borishdan oldin biz har doim birga bo'lishimizni bilardim. 원래 군복무 하기 전에도 있었기 때문에
Lekin men xorijiy nuqtai nazarda bu qanday ajablanarli bo'lishi mumkinligini tushunaman. 시선에서는 굉장히 좀 신기하긴 할 것 같아요. Lekin biz uchun 우리 팀으로 이제 birga qolishni aniq his qildim. 네, 그래서 네, 크게 Shunday qilib hech kim bu haqida haqiqatan ham fikr bildirmadi. Men shunchaki o'yladim, ha albatta biz buni qilyapmiz. Ushbu qaytishni ko'rib a'zolaring 40, 50 va 60 yoshlarda ham birga qolishlarini aytishganini eshitdim. 40s, 50s, 60s. Sizningcha bu haqiqatmi? Bizda iroda bor ekan. Men 70 va 80 yillarda ham davo eta olishimizga ishonaman. Hozirgidek o'ynay olamizmi yoki yo'qmi amin emasman, lekin baribir biz boshqacha usul topishimiz mumkin edi. Shunday ekan, iroda bor ekan, menimcha hech qanday muammo bo'lmaydi. Sugak, sizningcha birinchi muvaffaqiyatning asl siri nimada? Karyerada muvaffaqiyatdan tashqari, hatto birga qoladigan va bir-biriga chin dildan g'amxo'rlik qiladigan guruh sifatida qanday muvaffaqiyat ham? Ular shunchaki juda kulgili, ularning yonida bo'lish juda qiziqarli va biz birga qiyinchiliklar va baland suvdan o'tganimizdan beri 이 산전수전을 다 같이 겪은 이제 멤버들이다 보니 ular o'zlarini biroz o'rtoqlardek his qilishadi. Men ularni o'z oila a'zolarim deb bilaman. 들기 때문에 Ishonchim komilki, bu bizning muvaffaqiyatimizning bir qismi. Bizni shunday mustahkam rishtalar bog'lab turishidir. 있고 친한 거 Bundan tashqari, hamma juda iste'dodli. 너무 좋고 Menimcha shuning uchun biz bu safarda bir-birimizga ishonishimiz mumkin. 그냥 갈 수 있는 요소지 않나 그런 생각이 듭니다. Ba'zan diqqat markazida bo'lish qiyin emasmi? Bu Sugu uchun katta muammo bo'lishi mumkinmi? Shunday yashash qiyin emasmi? That's the way you have to operate tough or Ya'ni bu shunchaki ishning bir qismi. 직업인데요. Mening vazifam jamoatchilik nazarida yashash. 인간 속에서 사는 게 제 직업이다. 근데 Ba'zan menimcha bu qulay emas, bu qulay emas. 편하지가 않죠. Lekin 근데 뭐 저도 반대로 별로 그런 boshqalar meni qanday ko'rishlari menga ahamiyat bermaydi va men hech qachon boshqalarning men haqimdagi fikrlarini o'qimayman. Shuning uchun menimcha bu ayniqsa qiyin emas. So'rashga hali erta bo'lishi mumkin, lekin bilasizmi, bu albomda juda ko'p qo'shiqlar bor edi. Shunday qilib, keyingi BTS albomi qaysi yo'nalishda ketishi kerakligi haqida noaniq tasavvurga egamisiz? Wow, bu ham yetarli. Bilasizmi, Jimin bir kuni mashqda bir narsa dedi. Biz hatto gastrol safarlarini ham bilmasdik, lekin gastrol safarini tugatishimiz zahoti yana bir albom chiqarishimizni bildik. Men hech qanday tasavvurga ega emasdim. Vaqt juda tez o'tmoqda va tendensiyalar juda tez o'zgarib bormoqda va men bir muddat qo'shiqlarni chiqarishga harakat qilishimiz kerakmi deb o'ylayman. Qarang, o'tgan yilning sentyabr oyida albomni tugatgan edik. 녹음 전에 그러니까 제작을 다 끝낸 거는 작년 한 9월쯤이었는데 이만큼 Yozib olishdan oldingi bosqichda, lekin uning chiqarilishi uchun shuncha vaqt kerak bo'ldi. Shunday qilib, biz buni amalga oshirganimizda mart va aprel oylarida trendlar haqida hech qanday tasavvurga ega emas edik. Yoki qanday janrlar mashhur bo'lar edi. Yaxshi musiqa yaratishga harakat qilish qiyin edi. 그게 좀 어려운 거였거든요. 근데 Shu sabablarga ko'ra balki qo'shiq chiqararmiz, balki mini albom chiqararmiz. Bu yo'nalish bo'yicha biror narsa. Keyingi albom haqida nima deyish mumkin? Hazillashdim. Kelganingiz uchun rahmat. Siz bilan suhbatlashish juda maroqli bo'ldi.